Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan 30 kunlik challenge 4-kuni biz sizlar bilan merge sorted list degan masalani yechamiz. Bu masalamiz shartida aytganki, sizga ikkita saralangan bog'langan ro'yxatlar, ro'yxat 1 va ro'yxat 2 boshlari berilgan. Ikkala ro'yxatni bitta saralangan ro'yxatga birlashtiring. Ro'yxat dastlabki ikkita ro'yxatning tugunlarini birlashtirish orqali tuzilishi kerak. Birlashtirilgan bog'langan ro'yxatning boshini qaytaring debdi. Xo'p, bu masalani yechishni boshlaymiz. Birinchi ro'yxat 1. Domain list not null current bu narsani yozganimiz sababi soxta boshlang'ich tugunni yaratamiz. Ikkala ro'yxat ham bo'sh bo'ladigan vaqtgacha davom etamiz. Well list 1 and list 2. If agar list 1 val list 2 val current next thing list 1 thing list 1 next list 1 ni ko'rsatkichga suramiz. Else bizda mana yerni to'g'rilaymiz. If dan keyin mana da 2 nuqta va buni ham surib qo'yamiz. Current next list 2 thing list next. List 2 ni ko'rsatishni so'ramiz. Xo'sh, keyin agar qavsdir ro'yxatda element qolib ketgan bo'lsa, uni to'g'ridan to'g'ri oxirga olaymiz. If list 1 current next list 1 else current next thing list 2. Domaindan keyingi haqiqiy bosh tugunni qaytaramiz. Return domain next. Va masalamizni tekshirib ko'ramiz. Masalamizda xatolik chiqdi. Runtime is next. Mana yerda list o'zi yozilibdi, 2 ham bo'lish kerak edi. Endi tekshirib ko'ramiz. Kodimiz ishlayapti.
Bu narsa bizga nima kerak? Yangi ro'yxat ko'rsatkichini surish uchun kerak edi. Ya'ni masalan bu 1 2 3 4 1 2 3 4 4 bo'lish kerak edi. Biz surmaganimiz uchun mana yoqda faqat 1 2 3 4 4 mana oxirgi 4 chiqmay qolgandi. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challengeimizga qo'shiling.